Qizlarjonlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlarga matchani qanaqa qilib tayyorlab ichishimni ko'rsatmoqchiman. Bundan oldin blinchki tayyorlab olamiz. Uning uchun bizga 3 ta tuxum, kichkina qoshiqcha bilan yarim qoshiqcha tuz, 2 ta osh qoshiq shakar, yaxshilab massamizni aralashtirib olamiz va 1 stakan sut solib, un bilan kamochkasi qolmagancha venchikda yaxshilab aralashtirib olamiz. Undan keyin 1 stakan kipitok va 2 osh qoshiq oq yog' solib, blinchiklarimizni pishirishni boshlaymiz qizlarjonlar. Yana bitta lifehack, testolaringiz qancha suyuq bo'lsa, blinchiklaringiz shunchalik prozrachniy bo'lib chiqadi. Endi esa navbat matchaga. Qoshiqchamizni to'ldirmasdan matcha olamiz. Ozgina suv bilan yaxshilab ko'pirtirib olamiz qizlarjonlar. Buni prosta venchik bilan aralashtirib qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Bu yerda esa menda slivki 33% lik 1 qoshiqcha sgushenniy moloko bilan ko'pirtirib oldim qizlarjonlar. Birinchi o'rinda mana shu ko'pirtirib olgan massamizni solamiz. Ustidan tayyorlab olgan matchamizni solamiz qizlarjonlar. Shu yerda venchik bilan aralashtirsak juda ham yaxshi bo'ladi. Men yomkichim kichkina bo'lgani uchun venchik bilan aralashtirolmadim. Endi esa ustidan slivki, bu xohishlaringizga ko'ra albatta. Blinchiklarimiz ham tayyor. Ustidan sgushenniy molokoni surib, o'zimizga yoqimli ishtaha tilaymiz qizlarjonlar. Keyingi safar matchani boshqacha usulda tayyorlanishini ko'rsatib o'taman. Agar videoim foydali bo'lgan bo'lsa, yurakchani bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang.